Assalomu alaykum Arzon vodiyda kanal obunachilar va bizni kuzatayotganlar. Endi elektr energiyasidan muammo bo'lmaydi. Sababi siz uyingizga quyosh panellari qilsangiz, siz nafaqat davlatga elektr olishingiz, balki davlatga elektr sotishingiz ham mumkin bo'ladi. Hozir batafsilroq ma'lumot olish uchun Izzatilla akamizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Izzatilla aka, bu sohada qanchadan beri ishlaysizlar? Bu sohada 3 yildan beri faoliyat yuritamiz. Bu sohada oliy ma'lumotga ega, quyosh panellariga xizmat ko'rsatish bo'yicha diplom ishtirok qilganmiz. Quyosh yaxshi bo'lib turgan paytda quyoshdan elektr energiya ishlab chiqarib turib, sizga tarmoqqa yo bo'lmasa o'zingiz iste'molingizga o'tkazib beradi. Misol uchun bu yer Hypetex firmasi IP guruhi bilan shug'ullanadi. Bu yerga 50 kW stansiya o'rnatganmiz. 50 kW stansiyamiz yiliga 75 ming kW ishlab chiqarib beradi elektr energiyasini. 75 ming kW agar o'zini iste'moliga ishlatgan taqdirda 70 million so'm daromad ham bo'ladi. Bir yilda 70 million daromad qiladi shu quyosh panellari orqasida. Aynan bu joyda emas, misol uyga o'rnatadigan bo'lsa ham 2,5 yil ichida o'z elektr naqasini qoplaydi. O'z sarflangan pulini qoplaydi. Biznesmen akalarimizga ham tavsiya beramiz. Sizlar har xil variantga yoki qanaqadir investitsiya qilish uchun quyosh panellarini qilsangiz, o'zingizni tomingiz ustida turib, o'zingiz pul topadigan bo'lasiz. Adashmasam, qo'ni-qo'shnilarga sotishingiz mumkin, hattoki davlatlarga ham sotsangiz bo'ladi. Shunaqami? To'g'rimi? Davlatga to'g'ridan-to'g'ri sotiladi. Har oy oxirida siz o'zingiz kartingizga o'zingizdan tashqari sotgan to'kingizni har oyda 25-sanasidan 5-sanasigacha tushirib beradi. 30 yilga garantiya beramiz deyapsiz. Panellarga 30 yil garantiya beramiz, invertorlarga 10 yil garantiya beramiz. O'zini oqlash 2,5 yil, 3 yillik servis xizmatimiz bor. Ustunligilar nimada? Biz ustunligimiz sifatda. Sifatda. Farqi narxida. Farqi Akamizning telefon raqamlarini. Shoshilma uka, shoshilma. Instagram profillarini atmetga qilib qo'yamiz. Agarlar kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, shu biznesga qiziqqan akalarimiz bo'lsa, bemalol kanallariga o'tib, o'zlarining telefon raqamlariga aloqaga chiqishingiz mumkin. Sizlarning ishinglarni ham chiroyli qilib bitkazib beradi. Vodiy bo'yicha bemalol xizmat ko'rsatar ekan. Kattaroq abyomda ish bo'ladigan bo'lsa, vodiydan tashqari hududlarda ham adashmasam qilib berishar ekan. Ko'taradi. Uka, bu yangi mashin bu. Akajon, mashinda siz nima bilan asrashga olganmisiz? Ortang as. Siqilmang aka. Hammasi yaxshi ketadi. Bobom aytgan. Men nima siqilaman? Kalni kal demang, u ham Xudoning bandasi. Shoshilma uka, shoshilma. Shoshilma, sekin. Tezlik berdi kerak. Bu quyosh panellarini qayerdan topsam ekan deyotgan obunachilarimiz uchun Shahrixonda joylashgan Metal Mart temir bozorining ro'parasida joylashgan Adam Solar degan o'zlarining sotuv ofisiga kelishlari mumkin. Telefon raqamlarini video ostiga joylab qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin.